O'zbekistondagi yagona qilingan qo'l mehnatini ko'ring. 100 xil toshdan yasalgan. Voy dod, mana buni qaranglar. Yana bu yoqqa kelaman. Yozuvlarni qarang, arabcha yozuvlarni. Har bitta detalni o'yib tiqib chiqilgan. Gap yo'q lekin bor-ku. Mana buni qarang. Mana tosh naturalniy tosh ekan. Tushunmayotgan bo'lsangiz tosh mana. Har bitta ranglar alohida tiqib chiqilgan. Bestik qilib bir-biriga kelib chiqilgan. Bu joyga kirgan paytimda bitta narsaga men hayron bo'ldim. Mana bu rasmlarni ko'rgan paytimda, bo'lsa bir maksimum bo'yalgan rasm bo'lsa kerak deb o'yladim-da. Kechata emas-da, aka. Lekin men buni ko'rganimdan keyin men jinni bo'lib qoldim. Soqollarigacha idealniy qilib, soyalarigacha keltirib qo'yibdi-da. Soqolni qarang, aka. Soqolni o'z tolasini bilasiz. Millimetr menimcha soqol, soch ko'ryapsiz-ku. Mashinalarigacha keltirib bergan. Jigarang, qora, seri, oq, aralash. Jigar, shu joyda savol paydo bo'ldi. O'zbekistonda shunaqangi san'at asarini qaysi tosh bilan ishlaydigan yoki kafil bilan ishlaydiganlar qilib bera oladi. Mana tan oling, qilib bera olasizmi yo'q? Bizda qilmaganmiz bu ishni lekin. Yorib qo'yishdi. O'ziga jo'natib qo'ying, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring-da keyin, like bosishdan chiqdi-yu. Bu joyga hali sizlar ham kelasizlar. Endi xudo xolasa mana birinchi bizni kirib oldik. Oddiy xalq ichidan nasib endi sizlar ham kirasizlar. Inshaalloh. Xullas, lokatsiyani bitgandan keyin o'zi ma'lum bo'ladi.